Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar? Bugun bir ibratli voqea bo'lganda o'zim ta'sirlandim to'g'risi. Ertalab o'qishga ketayotganimda men motosikl haydab yuraman. Azizlarimiz, birodarlarimiz ko'pchilik biladi. Mototsiklda ketayotgandim. Militsiya to'xtatdi, polis. O'zi mototsiklni olgan vaqtimda elektrikli mototsikllarni haydashlik uchun prava kerak emas edi. Keyin pravali qilib qo'ydi. Bir marta shtraf to'ladimda, keyin prava oldim. Keyin raqamim ham yo'q edi orqasida. Raqam taq dedi. Unga ham shtraf to'lab, keyin raqam taqdim. Yangi qonunlar ko'p chiqadi-da Istanbulda. Yo'llar tirbandligi sabab mana shu kalabalık deb qo'yadi. Turklar yangi qonunlar ko'p chiqadi. Keyin shlemsiz haydama dedi. Shlem oldim. Unga ham shtraf to'ladim. Bugun ertalab militsiya to'xtatganda o'zimga o'zim aytayapman-da, endi shlem bor, prava bor, raqam taqqanman. Hozir qo'yib yuboradi dedim. Shoshib turgandim o'qishga. Dediki, odamlar yuradigan joydan yuryapsan dedi. O'zi tramvay yo'li bor yonida, keyin odamlar yuradigan joy bor-da. Men aytdim, tramvay yo'lidan yurish mumkin bo'lmasa kerak har holda. Dedimda, odamlar yuradigan trotuardan yurgandim. Bu yerdan ham yurish mumkin emas. Biz dedim soqoqlarda, ingichka ko'chalarda haydaymiz, u yerda ham odam yuradi. Desam, yo'q, yangi qonun chiqdi shunaqa. Dedi-da, keyin bir e'tiborni tortgan jihatda aytdiki, "Sen dedi, yashab turgan joyingda chiqayotgan qonunlarni bilishga majbursan. Seni javobgarligiga tortuvchi kishi sen bilmaganligingni eshitishga majbur emas" dedi. Ya'ni bilmadim degan qoida o'tmaydi bu yerda deyapti-da. Sen bir yerga kelding, shu yerda yashayapsan, bu qonunlari, yangi chiqayotgan qonunlarni o'rganishga majbursan dedi. Keyin mayli dedim, shtrafini yozdi, ketdim. Aytmoqchi bo'lganim, men o'zim ta'sirlanganim bu voqeada. Alloh taolo bizni yer yuziga qo'ydi, to'g'rimi? Yer yuzida yashayapmiz. Endi yer yuzida ilohiy qonunlar bor. Alloh taolo o'zining qonunlarini insonlarga joriy qilgan. Va bu uchun so'raladi. Bu uchun so'ralamiz. Endi mana bu qonunlarni bilmadik deya olmaymiz. Men aytmoqchi bo'lganim shu. Ilm nimaga olish kerak? Bilganiga amal qilib yuraversa bo'ladi-ku, inson deyishi mumkin-da birov. Yo'q, ilm olish kerak. Chunki bilmaganlik uzr bo'la olmaydi insonga. Masalan, bilmasdan harom ishni, makruh ishni bajarib yurgan bo'lishi mumkin bir inson. Endi u inson javobgar bo'ladimi desa, ha, javobgar bo'ladi. Chunki o'rganishlikka imkoniyat bo'lib o'rganmaslik uzr bo'la olmaydi. Shuning uchun ham ilm olishlikka islom dini targ'ib qiladi. Targ'ib qilingan bu farz, vojib, muboh, makruh amallar qaytarilgan va amr va nahiylar, bular umumiy hamma musulmonlar uchun, faqat olimlar uchun emas-da. Ya'ni bularni o'rganish olimlar uchun yoki mullalar uchun yoki mullavachchalar, talib ilmlar uchun shartda, boshqalar uchun shart emas deya olmaymiz-da, to'g'rimi? Shuning uchun bilmaganiga amal, ya'ni bilganiga amal qilib, bilmaganini chetga surib qo'yib, o'rgansam amal qila olmayman deb o'rganmasdan yurishlik qiyomatda menga o'xshab afsuslanishga olib keladi. O'sha aytganimdek, Turkiyaning qonun qoidalarini, yangi chiqayotgan qonun qoidalarini bilmaslik menga uzr bo'la olmadi-da. Shtraf yozdi baribir. Alloh xotimamizni chiroyli qilsin, azizlar.